Shu chaqaloqimiz 47 kunlik bo'lganda tug'ma gipotiroz tashxisi aniqlanganda, o'shandagi shikoyatlari kindik bo'rtib chiqishi, ich qotishi, tili og'zidan chiqib turishi va oyoq qo'llari muzlab ko'p uxlashi, emishga qiynalishi, jim yotishi bilan shikoyat qilib kelishgandi. Ayasi nima shikoyat bo'lgandi shunda sizda? Oyog'i hech ham isimasdi, qo'llari muzlab, hamisha muzlab yurardi. Umuman ichi kelmasdi o'zi ixtiyoriy ravishda. Emganda tiqilib qolaverardi. Necha kunda ichi kelardi shunda? O'zim 3 kunda yo 2 kunda glitserin qilib yo bo'lmasa mikroklizma qilib keltirardim. O'shanaqada kelardi. Biz keyin sizga murojaat qilib siz bilan gaplashganimizdan keyin o'zi kunda me'yorda kelishni boshladi. Qanchada o'zgarishni boshladi mana shu dorini boshlagandan keyin? Dorini boshlaganimdan keyin roppa rosa 5 kunda davosini sezdik-da biz o'zi. Keyin orada bir 3 oy to'xtatib qo'ydik. O'shanda sraz bilindi. Yana Nega to'xtatdilaringiz? buni mazasi qochib qoldi. Keyin u dorini boshqa dorilar berib, bu dori ismini chiqizmay qo'ydi. Ko'pchilik shu joyda xato qiladi. Bu birinchi navbatda turadigan dori. Buni qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar to'xtatmaslik kerak yoki shifokor bilan maslahatlashish kerak. Mana hozir bolangiz 1 yosh 2 oylik bo'libdi. 47 kunlikda, ya'ni 1,5 oylikda tashxis qo'yilgandi. Mana 1 yosh 2 oylik. Hozir bolangizda birorta shikoyatlar bormi? Tarafdan hamma muammomiz yechilib, Xudoga shukr, o'sha dorisi bilan shifo topib, o'sha dorini ichib muntazam ravishda qabul qilib, hammasi yaxshi hozir. Kindik bo'rtishi qaytib ketdimi? Ha, kindik bo'rtgani joyiga kelib qaytib ketdi. Ichlari yaxshi kelyapti. Bir kunda 3 mahal ham keladi. Kunda keladi, o'zini me'yoriga tushgan. Qo'l oyoqlari issiq, haligi muzlashlari ketdi. Uyqulari, tilini Og'zidan ham chiqishi. tortib qoldi, emganda ham tiqilmay qolgan. Hammasi yaxshi bo'ldi. Shu dorini lekin muntazam ichib yursak. Tug'ma gipotirozlarda qalqonsimon bez yo rivojlanmagan yoki gormon sintezi buzilgan bo'ladi. Ular tashqaridan har kuni bir mahal shu muqobil gormonni ichib turishlariga to'g'ri keladi. Sizda sarig'lik cho'zilganmi chaqaloqli dorida? Ha, o'sha sizga kelgunimizga qadar sarig'lik ketmagan. 1,5 oy sarig'lik ketmagan. Agar sizning bolangizda ham sarig'lik cho'zilsa, kindigi bo'rtib chiqqan bo'lsa yoki tili og'zidan chiqib chiqotayotgan bo'lsa, darhol bizga murojaat qiling. Tekshirib muolajalarni boshlaymiz.